Salam dostlar. Bugün altın narxını analiz etib görəmiz qrafikdə. Başda özümü danışdırıb ötəcəyəm. Mən adım Səncər, Xarazmdan mən. Köpçilik Xarazmda biləmən şu altın, forex, euro şu vəclə bilən şug'ullanışadı. Kriptovalyuta sahəsi hələ unik köp girib gələni yox. Bir çan oyuna çıxdı. Şunda kriptovalyuta bilən sər danışıb ötdü köp adam, lekin onun aldı satdı, nələri şug'ullanıb başlağanları yox da bo'lma. Oku kursuna gəlsək, Xarazmda bir Ürgəncdə açılğan boş mümkün. Onun anıq adresini bilmirəm. Lekin başqa rayonlarda mənimcə hazırca yox. Lekin başqa vilayətlərdə, Toshkentdə biləmən şu kriptovalyuta boyunca rivajlanış yaxşı. İndi özüm şu 2018'den bana şug'ullanaman. Başta forex, altın nələrdə savdo etkənmən, lekin hazırlıqca köpinçə altında savdo etmən. Nəticədə zerikərli, şunun üçün kriptovalyuta sahəsinə ötdüm. Kriptovalyuta riski biləmiz, riski canlı, lekin divijeniyası yaxşı. Biləmiz, Binance, Bitget ya bo'lmasa MEX birjalarında futuresni targovlarlar bor, bilasizlar. Futuresni targovlarda şu pleço arqalı şu yaxşı daromad etsə bo'ladı, lekin pul yo'qotishim mumkin. Riski katta, lekin analizlarni netib, o'rganib chiqib, näsə pul ishlasa bo'ladi, yaxshi daromad etsə bo'ladi. Hozircha menda shu o'zbekcha Telegram kanalim yo'q. Signal beradon ya bo'lmasa analizlarni ko'rsatib boradon, lekin rus kanalim bor, ruscha kanalim bor. Bu yerda orasida o'zbeklar ham bor. Instagram'ım hozir qisqacha videolarni joylab boribman, lekin YouTube kanalini toza ochdim mana do'stlar. Agarda qo'llab-quvvatlayman desangizlar, shu podpischik bo'lib, podpiska bosib, shu hozirgi videoga like bosib, kommentariyada shu o'zingizni fikringizni qoldiringlar. Shu Xorazmda kim shug'ullanib yurgan bo'lsa, balkim Xorazm emas, bu video Xorazmga tegishli emas, shu boshqa viloyatlarga tegishli, lekin ədəbiycə söyləməyəm, özümüz Xorazm tilimdə söyləyəm. Şu Xorazmdan şu traderlərim şu köpəysində şu analiz etib göstərib barama video çıxarıb dostlar. Instagramda köp alıb bo'lmaydi videonu bilasizlar. Şu maksimum şu 61 minut. Ondan köp nəsə şu prosmotr almaydı ya bo'lmasa işqilib diviziyaya bo'lmaydı. Instagram profilim ham şu abuna bo'lib qo'ysanizlar ham bo'laveradi. 663 dana obunachi bor. Endi oltin narxına gəlsək. Axşam mən Telegram kanalıma, rus Telegram kanalıma tashladim. Endi bu patternni o'zbekchada qanday aytsam bo'ladi? Ruschada голова плечи degan pattern bu. Bu 4 saatlik time frame'da akşam şunun pattern yüzeye geldi. Голова плечи deb aytiladi bu. Endi o'zbekchada aytilsa, bosh va yelka naqshi deb aytiladi. O'zbekchada aytilsa. Men aytvadim, şu liniyani ko'rib turgan bo'lsangizlar, bunda shu liniyani ko'rib turgan bo'lsangizlar, shu liniyadan 4 soatlik svecha pastda ilinsa, shu patternni отработка etsa $3200 tushishi kerak edi. Lekin narxi $3240 tushdi. Menda short pozitsiya ochilgan, shortni bilamiz, sell, plecho olib ochilgan, lekin men forexda ya bo'lmasa MetaTrader universitetida savdo etibman. Ko'pchilik shu lot ochib anshlatib ishlaydi, lekin men MEX degan birja bor, bilasizlar. MEX degan birjada ve futuresni targovlasında bor shu oltin, short long açıb pul ishlasa bo'ladi. Menda short ochilgan, short menda ochilganini hozir aytaman nerda ochilgan. $3263 menda short ochilgan. U ochilgandan keyin menda o'sish bo'ldi, minusda. Hozir ham pozitsiya minusda, lekin men yana 3200'e don tushishini kutibman. Shu голова плечи patternni отработка etsa, shu $3200 yana tushish ehtimoli bor. Shu 3200'e tushsa, men endi ochilgan shortimni ilaman. Selim ilaman. Lekin ko'pchilik
Bu indikator bo'yicha men obzor etganman, lekin uning ko'p prosmotr olmaydi. Bu nechki indikatorni Trading View degan приложение bor, bilasizlar. Ko'pchilik traderlarda bor Trading View приложениесі. Agarda sizlarda bo'lmasa, Trading View'ni ulanglar, keyin eng birinchi tradingni o'rganib analiz etilmaydigan, masalan, traderlar bo'ladi-ku, shularga yordam beradigan indikator bor. Shu indikatorni men sizlarga ko'rsatib beracakman. Nadarya Watson degan indikator bu. Yordam beradi. Nerede поддержка, nerede сопротивление degan narsalarni belgilab beradi. Endi men ruscha aytibman, o'zbekchada bu darajalar, masalan, bu поддержка darajasi, bu сопротивление darajasi. Bu yerda sotuv bo'ladi, bu yerda sotib olish bo'ladi. Masalan, endi tepadagi liniyaga kelib, sena narxi shu yerga urilgandan keyin, masalan, ko'rib turibmiz, shu liniya borgandan keyin pastga ketgan. Lekin 4 soatlikda yaxshi ishlaydi bu indikator. Masalan, yana bugungi ishda narxi tushdi, oltinni shu qizilga kelib urildi. Bu yerda masalan shu qizilga kelib urilganda narx ko'tarildi. Limitga qo'yib ishlasam bo'ladi. Limitga qo'yib, masalan, shu indikatorni ulab turasizlar, limitkani qo'yasizlar. Masalan, sizlar sell ochasizlar, yo bo'lmasa ko'pchilik forexda target etadi. Limitga qo'yib bo'ladi forex nimalarda. Limitga qo'yasizlar, masalan, shu indikatorni uliysizlar. Masalan, limitkani short'a sell qo'yasizlar $3350. Masalan, limitkani qo'yasizlar. Endi long achish uchun, long degani bu buy degani, buy achish uchun limitkani masalan $3200 dan qo'yishlaringiz mumkin. Limitkani. Agarda narxi tushsa, limitkangiz ochiladi. Shu limitkadan keyin tepaga ketsa, masalan, plyus ishlashlaringiz mumkin. Endi men hozir bugun oltin bo'yicha obzor olib turibman. Ana keyinchalik Bitcoin, Ethereum, boshqa kriptovalyuta monetalarni ham analiz etib boraman. Shuning uchun o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib, shu videoni like bosib, ko'proq odamlar tarqalishi uchun ana natinglar. Gündalikni ko'ramiz. Gündalikni ko'rsak, yana gündalikni ochsak, lekin zo'r ishlagan indikator qaranglar. Bizda hozir buy o'sishi bo'ldi. Keyin buy o'sishidan keyin indikator liniyasiga kelib urildi. Bunda shu ko'k liniyasi bu narxni o'shadan pastga ketishini bildiradi. Shodan hozir yana pastga ketdi. Eng zo'r buy long ochaman deydigan yeri $3200. $3200 eng zo'r buy ochaman desangizda signal. Lekin negativlar bo'lib qolishi mumkin. Negativlarda bo'lib qolsa, ishining liniyadan past ham ketishi mumkin. Buni ko'rib turgan bo'lsangizlar, negativlar bo'ldi. Masalan, shuda 3432 dan chiqqan vaqti senasi zol tushib ketdi, keyin $3122 tushib oldi. Nima uchun tushib oldi? Nima uchun desa, qizil svechani ko'rib turgan bo'lsangizlar, shu bu indikatordan pastda ilindi. Pastda ilingandan keyin yana odamlarda qo'rquv bo'lgandan keyin yana sotuv bo'ldi. $3120 dan tushdi. Shunda shu $3200 limitkani qo'ysangiz bo'ladi boya. Shu selasa shorta $3350-60. Ishini qisqacha video bu bugun shu oltin narxi bo'yicha bo'ldi. Keyingi videolarda Bitcoin, Ethereum narx ssenalarini analiz qilib boramiz.